Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekiston hududida hafta o'rtalarida ayrim joylarda yomg'ir, qor yog'ishi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo harorati kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Buxoro va Navoiy viloyatida harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Havo harorati kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.